İkinci bab. Şuna, şu çağda mən yeninglarga barmaslikni qaror qildim. Chunki sizlarni o'tgangidek g'am qayg'uga selishni xohlamadim. Sizlarni g'am qayg'uga solsam, meni xush qila oladigan odamlarni qayg'uga solgan bo'lmamdiman. Undaqda kim meni xush qila olsin? Shuning uchun yeninglarga berishning o'rniga xat yozdim. Maqsadim, yeninglarga borgan vaqtimda meni xushal qilishga tegishli bo'lgan sizlarning aksicha meni qayg'u solmasinglar uchundir. Men ishonmanki, mening xushalligim sizlarning xushalliginglardir. O xatni seni g'am qayg'u selish uchun emas, balki mening sizlarga bo'lgan cho'nqur muhabbatimni tushunishinglar uchun qattiq qayg'u alam ichida ko'z yoshlimni to'kib turib yozgan edim. Agar birarsi qayg'u ilib kelgan bo'lsa, u ma'ngli emas, bütün jamoatchilarga ma'lum darajada qayg'u ilib keldi desam, bu ko'ptirganlik bo'lmaydi. Ko'pinchinglar u kishini yetkicha jazolagan edinglar. Endi uni kechiringlar va uningga tasalli beringlar. Bo'lmasa, u haddidan ziyoda qayg'urib ketadi. Shuning uchun uningga muhabbatinglarni ko'rsatishinglarni so'rayman. Oldin xetini yetishindagi sabab sizlarning har qanday ishda mening so'zimni anglaydigan, anglamaydiganlarni sınaş üçün idi. Sizler o kişini keçirsanglar, men mu onu keçirmen. Men kimni keçirsem, bunu İsa Mesih oldu da sizler üçün kıldım. Bunundaki maksat şeytan tarafından ozdurulup ketmesligimiz üçündür. Çünkü biz şeytanın hiyli mikirlerini yaxşı bilimiz. İsa Mesih to'g'risidagi xush xabarni yetkazish maqsadida Troas shahriga borganimda Rabbimiz uchun xizmat qilishga fursat berilgan bo'lsa-mu, sizlarning xabaringlarni ilib kelmoqchi bo'lgan qarindishim Titus uyaga texi kelmaganligi uchun ko'nglim tashvishga tushib, u yerdagilar bilan xo'shishibla Makedoniya o'lkasiga uni izlab ketdim. Xudoga shukr. Xudo hamisha bizni İsa Mesih orqali o'zining zafar qo'shinida bo'lishga muyassar qilib, biz orqali xushxabar yetkazish bilan uni tonishning xushpurug'ini hamma yerda chashmoqda. Mana biz qutqizilganlarg'imi, halok bo'lganlarg'imi chechiladigan İsa Mesihning Xudoga otgan xush purug'idirmiz. Bu xushpuroq halok bo'lganlar uchun o'lim purug'i bo'lsa, qutqizilganlar uchun hayotlik purug'idir. Bundaq zo'r vazifaning o'tisidan kim chiqalaydi? Albatta, Xudoning so'zini foyda ko'zlab burmaydiganlar hargiz bundaq vazifaning o'tisidan chiqolmaydi. Biz bo'lsak, bundaq odamlardan emasmiz. Biz İsa Mesih'e mensup bo'lganlar hem Xudo tarafidan avatilganlar bo'lg'ashqa, Xudo oldida Xudoning so'zini samimiy yetkazayotganlardirmiz.